xayrli kun. Hozir sizlar bilan haftalik analizni boshlaymiz. Xo'p, funt dollardan boshlayman. Funt dollardan boshlayman. Xo'p, 1 soatlik time birinchi bo'lib katta time, ya'ni daily timedan boshlayman. Daily time'dagi holati xo'p, bizda mana bu joyda bayga model qoldirib ketgan, ya'ni bay uchun zona tashab ketgan. Bu zonani avvalan bergan edim 50%. Keyin mana bu bizaga selga model. Buni selni 1-2 marta ishlatdi. 2-3 marta ishlatgan, yorib bo'lgan buni. Yorib o'tgandan keyin endi biz bayga sabab izlashimiz kerak. Xo'p, mana shu holatida bayga sabab izlasak, bizda birinchi bo'lib mana bu joyda order blok berib ketgan. Ya'ni bayga bu ham model. Mana bu zonasida bizani zonamizni tepaga yorib qo'ygan. Ya'ni bay uchun ishlatsak bo'ladi mana shu joyidan. Mana shundan bayga birinchi zonamiz bu bo'ladi, ikkinchi zonamiz mana bu bo'ladi. Hozirgi holatida ham bizga bayga sabab qoldirib ketyapti. Mana shu zonadan ham entry qilsak bo'ladi bayga. Mana shu holatiga kirib kelganida ham stop loss minimumda bayga entry qilsak bo'ladi. Take profitimiz xo'p bizda mana bu joyda bitta qaytaradigan zona bor. Xo'p, keyingisi maksimum. Shuni yorib o'tish kerak bo'lgan maksimum bor. Xo'p, mana shu joygacha biz take profitlarni ushlab kelsak bo'ladi. Save qiladigan zonalar bor, yo'l-yo'lakay buni ishlatgan ekan. Tepada mana shu zona, mana bu zonalar bilan save qilamiz. Birinchi kirish tochkamiz bu bo'ladi. Buni yorib o'tadigan bo'lsa, ikkinchi zonamizdan bayga risk qilsak bo'ladi. Mana shu uchala zonamiz ham bay uchun funt dollarda. Endi NZD dollar parasiga o'taman. NZD ni ham daily time dan boshlaymiz, ya'ni katta time dan analiz qilishimiz kerak. Xo'p, bizda bay uchun sabab bor. Mana shu joyda bayga sabab qoldirgan va bizda maksimumni bozor bugun kecha yechgan ekan. Ya'ni juma kunligi bizdan o'zidan oldingi maksimumni yechgan. Xo'p, bayga sababimiz pastda turibdi. Bayga sababimiz ancha pastda. Xo'sh, ungacha bo'lgan zonalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu joyda bu ham bayga model. Xo'p, mana shu zonalar bizga o'zi bay uchun ishlab beradi. Bu va yuqorisidagi zona. Mana shu zona har bittasiga kelganda bir martadan bayga ishlab olsak bo'ladi. Bundan ham bir marta bayga ishlasak bo'ladi. Xo'p, bu zonamiz ancha hali pastda, 50% da entry qilamiz. Stop loss mana shu zonaning pastida bo'ladi. Take profitimiz maksimumda. Ya'ni bozor uptrendligi uchun ham maksimumgacha take profitni ushlab olsak bo'ladi. Ungacha qaytaradigan zonalar mana bu bo'ladi. Kelishiga qarab yana analiz berib ketaveramiz. Eng katta bay qolib ketgan zonamiz mana buni 50% bo'ladi. Eng katta bay qolib ketgan zona. Xo'p, endi out dollarga o'tamiz. Out dollar parasini daily dan ko'radigan bo'lsak, xo'p, daily ga qarasak, daily da o'zidan oldingi maksimumni yechgan. Xo'p, hozirda bizga sell uchun zonada turibdi mana. Sell zonamizda turibdi. Xo'p, endi 1 soatlik time'ga o'taman. 1 soatlik time'da 50% ni ishlatgan hozirgi holatida va mana bu joyda yasalgan maksimum bor ekan. Xo'sh, shu maksimum yasalgan zonagacha, даже bamba PDL gacha ham, minimumgacha ham ushlab kelsak bo'ladi. Selni faqat kirish tochka hali bermagan. Mana bu zona bir marta selga ishlab beribdi. Bir marta ishlagan, ikkinchi marta yoryapti. Xo'p, yuqoridan razvorat qilgandan keyin biz selga sabab izlasak bo'ladi. Birinchi marta selga ishlatgan, bir marta yorib o'tishi ham mumkin. 1 soatlik yoki daily time'da mana shu yuqoridagi sell zonamizni yorib o'tib qo'ysa, biz qaytib kelishidan bayga ishlatamiz. Bu out dollar parasida. Hozirda aniq kirish tochka yo'q. Endi USD Chief parasiga o'tamiz. USD Chief parasida daily time'dan boshlayman. Buni ham daily time'da xo'p, buni o'zidan oldingi
maksimumni yechgan va hozirda 50% dan pastda turibdi. 1 soatlik taymga o'taman bunda ham. Trend shakllantirgan ekan. Impuls bilan tushganda trend shakllantirgan va trendni yorgan. Biza bayga sabab izlashimiz kerak bo'lib qolgan. Mana shu joyda bayga zonamiz bor, V shakllangan, ya'ni bozorda maksimumni yechgan hamma joyda FVG ni 50% dan bayga entry qilsak bo'ladi. Bu ham konkret zona berib turibdi. Xo'p, mana shu zonadan 50% dan bayga entry qilamiz. Stop lossi minimum dropda bo'ladi. Take profitimiz PDH va mana bu joyda katta FVG qoldirgan va mana bu drop base drop zonamizgacha ushlasak bo'ladi. FVG ni 50% save qilinadigan zona va mana buni pasti take profit zonamiz bo'ladi. Bu USD Chief parasida. Mana shu analiz, haftalik analizlar bilan sizlar yangi haftani savdolarni boshlab olsanglar bo'ladi. Hammaga omad.